Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Do'konimizga simlarimizni tekizlab, qirqaverishga mo'ljallangan apparatlarimizni ruchnoy variantdagi ko'rinishlardan hamda kompyuterli variantlaridan yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shu apparatlarimizni sizlarga qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarini aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yaverasizlar. Ko'rishlaringiz mumkin, simlarimizni 4likdan 14likgacha tekizlab qirqaveradigan apparatimizda ruchnoy variantidan yetib kelgan. Motorlarini quvvati 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan, 150 kilogramm vesga ega bo'ladi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Veslari o'zini kilovatlari hamda 380 volt tokka ishlaydigan variantda bo'ladi. Platin brendiga tegishli apparatimiz. Ichini ochib ko'rsatamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, apparatimiz juda ham mukammal hollarda bo'ladi. Lentali variantlarda qilib ishlanib chiqarilgan. O'zini tekizlab beradigan moslamalari, ularni legropga qilib bemalol qalin ingichka simlarga qo'yib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini pichog'i oldida joylashgan ruchnoy kesib ursalaring bo'ldi. O'zi avtomatik 4likdan 14likgacha bo'lgan simlarimizni tekizlab berishga mo'ljallangan bo'ladi. Tepada ko'rib turgan apparatlaring bo'lsa, Mirolis brendiga tegishli apparatimiz, kompyuterli variantlari bo'ladi. Bu apparatimizning motorining quvvati 7,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Apparatimiz avtomatik o'zi tekizlab, o'zi qirqib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Narigi tomonidan simni tiqsalaring, bu tomonidan o'zi tekizlab qirqib beradigan moslamasi ko'rishlaring mumkin. O'zi avtomatik qirqib turadi. Kompyuterlariga xohlagan razmerlaringni yozib qo'ysalaring, masalan 10 metrdan 8 ta qilib bosib qo'ysalaring, 10 metrdan 8 ta simimizni to'g'rilab kesib, avtomatik o'zi to'xtash xususiyatiga ega bo'ladi. Bu apparatimizni ham ichini ochib ko'rsatamiz. Ko'rishlaring mumkin. Motorlari katta motorlardan bo'ladi. Bu tomonga yog' quyiladi, taxminan 20 litrcha yog' quyiladi. Motorlariga yog' ketadi. Hamda o'zini tekizlaydigan moslamalari ruchnoy variantiga qaraganda ancha qalin variantlarda bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa apparatlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqib, zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo tekin variantlarda bo'ladi. Ruchnoy varianti 400 dollardan dastavkalari bilan qilib beryapmiz. Kompyuterli variantlarini bo'lsa 800 dollardan 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan qilib beryapmiz. Bemalol kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Manzilimiz Qo'qon shahri, Navoiy massiv, Malina svetoforning yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Barcha turdagi qurilish texnikalariga oid apparatlarimiz, svarka apparatlarimiz bizning do'konimizda bor, kelaverasizlar.